Hozir 4 ta muhim temani inomarkalar bo'yicha va bizni sotayotgan avtomobillar haqida gaplashaveramiz. Birinchisi variant va nasiya savdo. Ikkinchisi yili eski inomarkalar yangi qonunga to'g'ri kelarmikin, haydasa bo'larmikin. Uchinchisi kelajakda elektromobillar haqida o'zimning shaxsiy fikrim. Va to'rtinchisi, men uchun eng muhimi bu inomarkalarni narx-navosi bir xil payt ko'tarilishi mumkin, bir xil payt tushishi mumkin va обязательно bitta zo'r informatsiya beraman. Qaysi inomarkani bugun kuniga olib, ozgina haydab va kelajakda sotayotganingizda zarar kamroq ko'rishinglar uchun nasiya savdo haqida. Ko'pchilik avtokredit, variant nasiya savdo yoki 5% ni rassrochka so'raysizlar. Gap yo'q. Bir xil payt meni qo'limdan kelyapti, men 5% 2-3-4 oyga normalniy boshlang'ich to'lov bilan mashina beryapman, videolarim ham bor. Avtokredit bo'yicha men avtokredit bilan ishlamayman va hal qilib bera olmayman. Iltimos boshqa so'ramanglar. Va nasiya savdo haqida variantchilar, nasiya savdochilar orqali to'g'ri bu temamiz bor va ishlaydi. Misol uchun 70 minglik mashina ko'rdinglar, 35-40 ming bersanglar, nasiya savdochi bu absolutni boshqa odam keladi, ro'para qilamiz. Kelishsanglar, bosvorasizlar oy-moy to'lovga. Yili eski inomarka bo'yicha bir xilla qo'rqyapti mashina olgani yili eskilari, stiker ola olmayman, shaharda yura olmayman, оформление qila olmayman deb. Lekin bu qonun 50 yildan oshiq avtomobillarga tegishli. Stiker olish uchun agar yili to'g'ri kelmasa, mana 5 yilgacha, 10 yilgacha misol uchun yashil stiker beraman deyilgan qonunda yozuvi bor. Bu yerda отдельно avtomobilni texnически tekshiradi. Именно выхлопной sistemani qanday darajada avtomobilingiz ziyon keltirishini o'lchirgan. O'shanga qarab sizlarga stikerni berishi mumkin. Bizda sotilayotgan avtomobillar hammasi xudo xolasa yashil stiker ola oladi. Endi elektromobillar bo'yicha lично meni shaxsiy fikrim, menga elektromobillar absolutni to'g'ri kelmaydi ham, yoqmaydi ham. Menga emotsionalniroq, ovozi bilan, qanaqadir выхлопной sistema tuningli bo'lish kerak. Lekin kelajakda taxminan 10-15 yil ichida konkretno O'zbekistonda elektromobillar normalniy chastini rynokda olib qo'yishadi. Taxminan 35-45% olib qo'ysa kerak. Sabab bizda juda ham zaryadniy stansiyani rivojlantiryapti. Bu juda yaxshi va ekologiyaga juda zo'r deb bilaman. No konkretno o'zimga men hali tayyor emasman elektrga. Va eng muhimi men uchun bu inomarka narx-navosi bo'yicha. Bilasizlar, покупательская способность degan narsa bor. Bu nima degani? Misol uchun agar xalqda pul bo'lsa, естественно odam borib o'ziga qanaqadir narsalar tanlaydi, zo'rini oladi, borib Gentrani emas, inomarkani oladi. Lekin biza ko'pchiligimiz tadbirkor, to'g'rimi? To'g'ri. Bir-birimizga bog'lik. Agar mana shu tsepotchkada bir-birimizga bog'langan-ku men bu narsa. Tsepotchkada boshida 3 ta 4 ta odam kimdir parod qilsa, kidat qilsa, moshenniklar ko'p hozir. Avtomatik odamlar уже oxirida pulsiz qolib ketadi, qiynalib ketadi. Естественно, o'sha paytda sposobность ancha tushishi mumkin. O'shanda xalqda pul bo'lmaydi, mashina olgani bo'lmaydi, ne to что mashina, uyga rozg'or qilgani bo'lmaydi. Endi bu gaplar bilan nima demoqchiman? Hammamizga omadini bersin. Bir-birimiz bilan chotki qilib, to'g'ri qilib ishlaylik. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, yana bitta temani sizlarga aytmadim. Mashina olganda zarar kamroq bo'lish uchun qaysi inomarkani olish kerak? Bu temani личный сообщениyaga yozinglar. Sizlarga maslahat, shaxsiy fikrim bildiraman, tavsiya beraman.